Assalomu alaykum. Stepschool o'quv markazini YouTube kanalini aziz kuzatuvchilari. Bugun siz bilan birgalikda nafaqat speakingda, balki writingda birdek muhim bo'lgan juda ham dolzarb mavzu, ya'ni idea developmentni ko'rib chiqamiz. Keling, dastlab birinchi bo'lib o'zi idea development nima? Shuni tushunib olamiz. Idea development means taking a simple idea and making it clearer, deeper and more interesting by adding details, examples and explanations. Bu degani idea development bu oddiy bitta g'oyani olib, uni aniqroq, chuqurroq va qo'shimcha detallar, misollar va tushuntirishlar qo'shish orqali yana ham qiziqarliroq qilish degani. Tushunasizmi? Ya'ni bitta oddiy g'oya, biz miyamizga g'oyani olamiz va uni tushuntirib beramiz o'zimizni so'zimiz bilan. U speakingda bo'lishi mumkin yoki writingda. Endi esa ko'rib turibsiz, bu yerda bizga misol keltirilgan simple sentence, ya'ni oddiy bitta g'oya har bitta odamda bo'lishi mumkin bo'lgan. Exercise is good. G'oya bor, ya'ni mashq qilish yaxshi. Lekin writing yoki speakingda buni o'zi yetarli emas. Uni biz aniqroq tushuntirib berishimiz kerak. Va passimizda esa developed idea, ya'ni o'sha rivojlantirilgan, yaxshiroq g'oya keltirilgan. Va bunaqa g'oyani tushuntirib berish uchun bizda albatta yordamchi savollarimiz bor. Har doim agar siz g'oyani tushuntirib bermoqchi bo'lsangiz, o'zingizdan so'rashingiz kerak. Ask yourself. Good, ya'ni yaxshi. How, qanday qilib yaxshi? Why, nega yaxshi? For whom, kim uchun yaxshi? Ya'ni o'zingizdan so'rashingiz kerak. Kimga yaxshi, nimaga yaxshi, o'zi yoki yomon bo'lishi mumkin, nimaga yomon? Masalan uchun, chekish yomon. Smoking is bad. Nimaga? Tushuntirib berishingiz kerak. Keling, unda misol ko'rib chiqamiz. Exercise is good because it helps people stay healthy, improves mood and increases energy levels. For example, students who exercise regularly often feel more focused in class. Ya'ni mashq qilish yaxshi. Chunki, ya'ni nega degan savolga javob beryapmiz. U odamlarga sog'lom bo'lishga yordam beradi, improves mood, kayfiyatni ko'taradi and increases energy levels va quvvatimizni ko'taradi. For example, misol keltiryapmiz, ya'ni kim uchun mashq qilish yaxshi? Students who exercise regularly often feel more focused in class. Ya'ni masalan, muntazam mashq qiladigan o'quvchilar sinf, ya'ni darsda o'zini diqqatliroq his qiladi, diqqat yaxshiroq bo'ladi. Ko'rib turibsiz, ya'ni shu savollarni berish orqali biz g'oyamizni yana ham kengaytirdik va yaxshiroq tushuntirib berdik. Va biz hech qanaqa sehrli yo'l ishlatganimiz yo'q. We use no magic trick or method. Endi esa bu bizni nimaga olib keldi? Simple structure, ya'ni juda ham oddiy struktura. Bizda boshida har doim idea, ya'ni g'oya bo'ladi va bu yerda main point, ya'ni asosiy g'oya. Undan keyin asosiy g'oyadan keyin albatta explanation, ya'ni tushuntirib berishimiz kerak. Why or how it matters, ya'ni nega va qanday qilib bu muhim yoki ahamiyatga ega yoki ta'siri bor. Explanation. And the last one is example, ya'ni oxirgi bo'lib misol. Proof or illustration, ya'ni siz bergan g'oyaga yo aniq dalil, aniq bo'lishi kerak yoki bo'lmasa qandaydir bir illustration, ya'ni bu ko'rsatib berish. Qanday qilib yoki kimga bu narsa foydali, yaxshi. Bu bizning simple structure'miz, ya'ni juda ham oddiy strukturamiz. Shuni ishlatish orqali siz writingda bo'lishi mumkin yoki speakingda bo'lishi mumkin, har qanday g'oyani aniq va ravon tushuntirib bera olasiz. Bu yerda faqat gap idea development, ya'ni g'oyani tushuntirib berish, grammatika yoki vocabulary haqida gap ketmayapti. Bu boshqa mavzu. Endi esa ko'rib turibsiz, bizda classroom exercise bor va undan oldin esa passimizda helpful questions for students, ya'ni siz uchun, talabalar uchun yordam beradigan, naf tegadigan savollarimiz. Shu savollar berish orqali siz yana ham g'oyangizni aniqroq va ishchalroq yetkazib berishingiz mumkin. Why is this true? Ya'ni nimaga bu rost yoki to'g'ri? Can I give an example? Men bitta misol bera olamanmi yoki yo'qmi? Shuni o'zingizdan so'rashingiz kerak.
What happens because of this? Ya'ni siz bitta narsani aytdingiz, bitta g'oya berdingiz, lekin uni oqibatida nima sodir bo'ladi? Ko'rib turibsiz, bu ham juda ham foydali savol va can I add a detail? Ya'ni men bitta detal, ya'ni qanaqadir bir fikr ma'lumot qo'sha olamanmi? Shu narsani o'zidan so'rasangiz bo'ladi va bu sizga g'oyani yana ham zo'rroq, yaxshiroq tushuntirib berishga yordam beradi. Va o'zingiz uchun, bu aynan siz uchun qilingan classroom exercise, albatta kommentariyada buni yozib ketishingiz kerak. Reading is important and technology is useful. Ya'ni kitob o'qish, umuman o'qish muhim va texnologiya foydali. Shu narsani siz kommentariyada tushuntirib va misol keltirib yozib ketishingiz kerak va biz albatta bunga izoh qoldiramiz. Eslab qoling, yana bir qaytaraman. Biz bugun idea development, ya'ni g'oyani qanaqa qilib to'g'ri yetkazib berish haqida gaplashdik. Bu hech qanaqasiga vocabulary yoki grammar bilan bog'liq emas. Agar sizda idea development zo'r bo'lsa ham, lekin vocabularingiz yaxshi bo'lmasa, so'z boyligi yomon bo'lsa, grammatikangiz oqsayotgan bo'lsangiz, bu sizga hech qanaqasiga yordam bermaydi. Lekin agar so'z boyligingiz yetarlicha va grammatikangiz o'rtacha yoki undan yaxshiroq bo'lsa, idea development orqali siz writing yoki speakingni yaxshi baho olishingiz mumkin. Shu narsani hech qachon esdan chiqarmang. Va albatta agar videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va kommentariy yozib qoldirishni unutmang.